shohona hayot, shinam xonadon, tagimda 07, ustoshlarimni qarang, yarashganini. Yaxshiyam esim yo'q paytda 10 dona takan jo'jalarni olib qo'ydim. Endi 5 tasini sotdim. Qolgan 5 tasini ham sotsam, mag'lubiy olar ekanman-da. Baxtimga Murodjonga o'xshagan yigitlar ko'payaversin. Parrandalarni bitta qo'ymay qozonga bosmasam, bu ketishda meni bu xonavayron qiladi. Bu uyimni ham sotib yeydi bu bola. $1000 xo'rozni sho'rvasini pishdim. $2000 tovuqni bir shashligini yeyinchi. Ularni bir shashlik qilib, o'ziga ham yediraman hali. Men bu yerda qiynalib shashlik qilyapman, u ho'kiz yotishini qarang. Murodjon, o Murodjon. Chaqirsam turmadi-ya. Murodjon, o Murodjon. Jonim. Jonim. O Murodjon. Tur, uloq. Qo'llaring maylaydi. Nima? Nima deyapti? Qo'llaring maylaydi. Nima deyapti bu? Voy, turay. O halidan biri chaqiraman. Uxlayotsa. Tur o'rningdan. Taom tayyor bo'lib qoldi. Taomingni yeb, ishingga jo'na. Hadi boshqacha. Dada, qanaqa davom qilyapsiz o'zi? Qiziqsan-a? Bizgida har kuni sening sharopating bilan shohona taom bo'ladi-ku. Bu safar $2000 xo'rozni go'shiga kabob tayyorlaymiz. Dada, nima deyapsiz? Men $2000 ga olgan, uylanaman degan pulimga olgan axir dada, nima qilganingiz bu? Kallangiz joyidami sizni? Sen otangga sayrayapsanmi? Har kuni $1000 dan yesam, bu ketishda xonavayron bo'laman. Voy, $2000 xo'roz. Zohridan. Kabob tidimi? Qaynanam suygan odamdan-da. Bu safar ham shirin ovqat ustidan chiqdim. Zohriddinjon. Oshna. Oshna. Ya hormasinlar. Kabobmi? Yaxshimisan? Bardan baquvvatgina. Yillaringdan. Do'stim, bu nimani go'shti? So'rama. Bir tomonda $1000 xo'rozni go'shti. Bir tomonda $2000 ga olgan jigulimni go'shti. Nima demoqchisan? Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Bu Murodjon meni xonavayron qildi. Avvaliga $1000 ga xo'roz oldi. O'rtog'i Alishdan. Axir uni hamma taniydi-ku, mashinnik. Bu befarosat aldandi. Yetmaganiga bitta yapon xo'rozga 07 ni berib yubordi. Yo'q, to'chni xayolimga kelgan ish bo'ldi. Kecha Alishirni ko'rgandim. Qo'lida yapon xo'roz. Nima qilasan bu xo'rozni desam, $2000 07 ga almashtirdim degandi. Seni mashinaga kelganda, siqilma do'st. Xayolimga bir ish keldi. Endi o'g'rini qaroqchi uradi. Do'stim, meni yaxshilab eshit. Bitta reja bor. Shunday qilgin do'stim, xonavayron bo'ldim. Mashinam ham yo'q, ko'chaga chiqay desam, cho'nchagimda 1 so'm pulim ham qolmadi. Qanday bosh ko'tarib yuraman endi? Har kuni $1000 go'sht yeyman. Ana endi ko'rasan, Alish 41-kalish o'g'rini qaroqchi urdi. Mavaz aka. Va alaykum assalom. Alishirjon, ko'chaga chiqib qolsan. Tinchlikmi? Sen kiyimlaring ham bo'lakcha qochirib ketibsan, ha? Endi biznesim o'xshab qoldi. Kayfiyat ham yaxshi, daromad zo'r. Mashina ham oldim. Eshitdim. Senga havas qilib men ham dakan olib kelyapman. Eshitishimcha, dakan biznesing avjidamish, ha? Ha, shunday. Esim yo'qligida zotdor dakanlarni olib qo'ydim. Ana sekin sotib biznes qilib mashina ham oldim. Ha, omadingni bersin. Men ham senga havas qilib dakan juda olib kelyapman. Shahardan, palon parvozlarnikida. Xudo xolasa bularni katta qilib, men ham senga o'xshab mashinalarni olaman. Niyatim ma'naviy olish. Qani, bir ko'raychi. Mana. Voy, Kunlari bor, qop-qora zotlari bor. Xudo xolasa bular katta bo'lsin, bizga ham biznes yurib qoladi. Omadingni bersin. boqing. Parranda 7 xazinani biri. Parrandada baraka bor. Bular biznes qaydanamiz. Alo? Alisher, yaxshimisan? Murodjon.
Tinchlik mahir. Maslahatli ish bor. Xabaring bor, o'tgan gal dadam san bergan zotlari birini kabob, birini sho'rva qildilar. Endi tamom bo'ldim degandim. Koreyadagi xolavachcham $10,000 pul jo'natdi. Qo'limda naqd $10,000 pulim bor. $10,000? Men faqat senga ishonaman. Bu safar toza zotlardan. Xo'roz kerak emas. Faqatgina jo'ja. O'zim parvarish qilib katta qilmoqchiman. Tomda bo'lsa ham boqaman. Jo'ja 10 ta? Bor. Kechga o'taman oldinga. O'zbekistonda nomer 1 zotlardan. Aha. Xo'p, kutaman do'stim, kutaman. Xo'p, bo'ldi, kutaman. Ana endi sichqon qopqonga tushdi. Oh, baxt qushi boshimga qo'ndi. Omad o'zi kelsa boshqachada. Yes! $10,000? Bor deyishga bor deb qo'ydim. Jo'jani qaydan olaman endi? Avaz aka, jo'ja bor dedi. Sotarmikin-a? Bir gaplashaychi. Yo'lini qilib ko'ndiraman. Ko'narmikin? Ko'ndiraman. Har holda Alisher Boy degan nomim bor. Assalomu alaykum Avaz aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alisher boy, yaxshimisan? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshi-va? Judayam zo'r. Rosa siz kerak edingiz. Yo'limdan chiqdingiz-da. Omading bor insonsan-da. Nima xizmat Alisher boy? Sizda jo'jalar bor edi-ku. Xo'sh. O'shani menga soting. Yo'q. Axir senga aytdim-ku, jo'jalarni o'zim boqaman, parvarish qilib, voyaga yetkazib, senga o'xshab boy bo'laman. Malibu olaman, trekker olaman. Niyatlarim katta. Yo'q, sotmayman. Iltimos aka, menga soting, aytgan pulingizni beraman. Shunaqa zararmi senga? Judayam zarar. Agar senga shunchalik zarar bo'lsa, qo'shnimsan, mahallamdansan. Senga beraman. Oma aytgan pulimni bersang, jo'ja seniki. Men roziman. Donasiga $100 dan beraman. Bo'lmaydi Alisher. Endi past ketding. Agar o'zingda o'sha jo'ja bo'lsa, donasini kamida 500 sotarding. $100 dan bo'lmaydi. Bitta shartim bor. Hop, aytingchi. Meni yurgan 07 bor-ku. Aha. O'sha menga juda ham yoqadi. Agar ko'nsang, o'sha 07 ni berasan. Kamiga $2,000 qo'shib berasan. Ma'qulmi? Ma'qul. Jiguli menga. Aha. $2,000 menga, jo'jalari senga. Barakami? Baraka. Mana 07 ni kaliti. Mana $2,000 pul aka. Pul bilan kalit menga, jo'jalar senga. Bor aka. Murodjon, pulni sanab meni kutyaptimi? Murodjon, Ha, Alisher, kel. Nima qilib yuribsan? kelishganimizdek jo'jalarni olib keldim. Qanaqa jo'ja? Boya gaplashdik-ku. $10,000lik jo'ja. Mana. Og'ayni, kech qopsanda. Boshqa ish boshlab qo'ydim. Qanaqa ish? Mashina olib qo'ydim. Qolgan pulga uylanmoqchiman. Yedimmi? Qanaqa mashina? Ko'rasanmi? Og'ayni, yur. Tortmasan kelaver, yur. Ana. Vazigama noliyetdi. Alisher boy, bir kunda boy bo'lish boshqacha ekan-a. O'ynashmagin arbob bilan, arbob urar harbob bilan. Ado bo'ldi. Yedim men.